Salom do'stlar, men Minovazimman. Shamollab butun a'zoy badaningiz, suyaklaringiz qaqshab og'riyaptimi? Xavotir olmang, men yordamga shoshilaman. Tarkibimdagi mentol tufayli teriga tegishim bilanoq yoqimli muzdek his beraman va asab tolalari orqali tarqalib, og'riqni taq etib to'xtataman. Bo'yin, bel yoki muskullaringiz og'riganda meni paxtaga tomizib, sekin surtsangiz, zumda yengil tortasiz. Assalomu alaykum aylanaylar. Meni faqat shamollashda eslaysiz-a? Keling, sizga tezgina boshqa maxfiy hunarlarimni aytib beray. Quloq og'rig'ida, quloq ichiga emas, tashqarisiga men bilan namlangan paxtani qo'yib, issiq o'rab yotsangiz, og'riqni taq to'xtataman. Meni chakamug' moyi bilan teng aralashtirib, soch ildiziga surtsangiz, boshni qizdirib, sochni duv etib o'stiraman. Chivin chaqqanda teringiz qizarib, qichishsa, ozgina surting. Men darhol qichishishni yo'q qilaman va shishishni kamaytiraman. Do'stim Kamfora kabi men ham bu ishda ustaman. Qichishish joningizga tekkanda surtsangiz, tarkibimdagi og'riq qoldiruvchi moddalar terini tinchlantirib, qichishni darrov to'xtatadi. Faqat bitta iltimosim bor, mehribonlarim. Meni aslo ichib yubormang va ochiq, qonab turgan yaralarga tekkizmang. Men faqat tashqaridan Terining sirtidan silab-siypab davolaydigan dori-darmonman. Uyda dori qutingizning bir chetida doim tursam, kerakli paytda albatta joningizga oro kiraman. O'zingizni ehtiyot qiling, hech qachon kasal bo'lmang.